Assalomu alaykum barchaga. 2013-yil, 14-yil Spark'larga ko'pchilik monitor qo'yadi-da, rol knopkasini ba'zan yozishadi, ishlamay qoldi rol knopka. Shuni hozir ulashishni ko'rsatib qo'yaman. Ba'zida Xitoy monitorlarda joyi noto'g'ri bo'ladi. Rol knopkasini 1, 2, 3, 4. Monitor tomondagi 4-chi. Xuddi shunaqa mana malla oq polosasi bor tagidagi bo'ladi. 1, 2. Mana tagidagi, ustidagi. Hop, monitor tomondan mana shu glavniy shtekер tomondaginisi bu tomonga o'rnatgan bo'lar ekan Xitoyda. 1, 2, 3, 4, mana 5-oyog'i va ustidagi. Shuni chiqariladi bu tomondaginisini mana bu tomondan sanab magnitofonga ulangan shtekер, zavodskiy shtekер tomondagini chiqarib qaysiga ulab qo'yasizlar? Mana bu magnitofon, Spark magnitofonlarini zavodskiy shtekер bo'ladi. Bosadigan mana knopkasi, mana pistonchasi bo'ladi. Bosadigan chiqarganingizda Xitoy tomonda bu tomonga to'g'ri keladi. Agar zavodskiy bo'lsa, buni chiqarib 1, 2, 3, 4 mana 5-pin. 5-pindagini chiqarasizlar, mana bosadigan tomondagisini chiqarib massaga ulab qo'yasizlar. Jigar rang qora polosasi bor, zavodskiy rangi va buni tagidagi mana jigar rangi o'zi. Mana jigar rangi o'zi knopkadan kelgan minus signal bo'ladi. O'chdi, yondi. Ovoz pasaytirish. Yangi o'rgangan ustalar uchun, yo'qsa o'zi monitor uzoqda qo'yib turib, ustaga borgan vaqti yo'qlar uchun biladiganlarga eslatma. Bu tomondan shunga to'g'ri keladi, mana tagidagi mana. Mana bu massa bo'ladi. K2, K1. Zavodskiy monitorda yozib qo'ygan bo'ladi. K1, K2. Bittasini ulasanglar bo'ladi, mana signal K1. Bu tomondagisini kesib, xohlayni bu tomondan massaga ulab qo'ying, xohlayni bu tomondan massaga ulab qo'yiladi. Bo'ldi. Shunda rol knopka bez atkas ishlayveradi. Shunaqa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.